Assalomu alaykum, hurmatli asalarichilar. Bugun biz mana bu sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan videomiz. Mana bu biz 3 romkadan 3 o'rinli uyamiz bor edi. Shularga bola arilarni hosil qildik. Mana bular 3 o'rinli edi. Buni sumda turardi. Mana ko'rsalaring bo'ladi. Mana shu 3 o'rinli nimada onalar urug'langandan 10 kun o'tgandan keyin o'rtadagi 3 romkali atayotganimizda mana bu oldida buni letoga orqasi deydi, mana bu yashikka olganmiz. Keyin 12 kun 13 kun o'tgandan keyin mana bu ikkita atayotganimizda bittasini onasini olib maqsadga muvofiq ishlatganmiz. Biz arilarga o'sha buni onasini 2 soat olganimizdan keyin 2 soat 2,5 soatdan keyin buni orasini ochganmiz. Ochib turib mana bu ona bor tomondagini ham ko'rib turinglar, tagini yaqinroq olib keling mendan. Ya'ni bitta bemalol o'taydigan qilib ko'tarib qo'yganmiz. Buni ichiga yolpoz, keyin mana bu paxtaga valerianni nastoykadan shimdirib qo'yganmiz. Tog'in shunday qilib orasiga mana bu idishchada ovqat berib turdik. 2 kun mana 2 kun bo'ldi. 2 kundan keyin ochib endi arilar urushmadi. Arilar qo'shilib ketdi. Endi bularni mana ichidagi bu nimalarni olib tashlaymiz. Mana olib tashladik. Mana bu nimasini ham, paxtani ham olib tashlaymiz. Endi mana bu bo'limda o'rtoqlar, mana bu bo'limda bu bo'limda ona bor edi-da, yon to'sqichini ko'tarib olib tashlaymiz. Oldik. Mana to'sqichda arilar urushmaydi. Endi mana bu bo'limdagi ona arini, ya'ni ustiga tamg'a qo'yib qo'yganmiz. O'shani axtarib topamiz. Yurganligini ko'rib qo'yishimiz kerak. Mana urug'ini ko'ryapsizlar, juda ham yaxshi qo'ygan, yoppa qo'ygan urug'. Endi onasini topamiz. Do'stlar, onasi tamg'a qo'yganmiz. Yaqin olib keling, katta qilib ko'rsating. Mana urug' qo'yib yuribdi. Mana endi onasini ko'rib qo'ydik. Endi romlarni o'z joyiga qo'yamiz. Mana romlarni o'z joyiga qo'ydik. Endi bu yerga bitta mo'mchalpaqli rom beramiz. Mana mo'mchalpaqli romni berdik. Mana endi bu qismdagi romlarni tekshirib bu tomonga siljitib qo'yamiz. Ko'rgan bo'lsa qaranglar, qanchalik nima urug' qo'yib turganini. Mana juda yaxshi urug' qo'ygan. Tikka qilmang deyapman. Mana urug'larni ko'ryapsiz, yaxshi. Juda buni bu nimani mo'mpardali romga tegizib qo'yaveramiz.
yana xuddi shunday qilib bularni bu tomonga surib qo'yamiz. Mana urug'ini ko'ring do'stlar. Juda ham 80% qismiga qo'ygan urug'dir. Juda yaxshi. Tepasida ovqat. Mana o'romni ham mana yaxshi qo'yamiz. Endi ovqat beriroqqa idishimizda mana bu yerga tushirib qo'yamiz endi. Tushirib qo'yib, endi ustini berkitamiz. Oilamiz shunday qilib mana bu sifatli onali 7 romli atvotka bo'ldi. Shunday qilib sizlarga mana shu 3 romkadan 3 ta atvotka solgan edik. Bola oilalar o'sha bola oilalarimiz bitta onasini eski onalari oilalarimizda eski onasini olib tashlab unga qo'ydik. Bitta onamiz mana yaxshi oilada yuribdi. Yana bitta 4 romkali mana bu yoshda bola oilaga erishdik. Sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan bugungi videomiz shundan iborat edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.